Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi studiyada men Nigora Karimboyeva barchangizga sihat salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Shunday xastaliklar borki, ba'zi odamlar bu xastaliklar haqida ochiqchasiga gapirishga uyalishadi. Masalan, qabziyat xastaligi. Aynan shu to'g'risida ko'rsatuv tayyorlashimizni istagan ko'pchilik muxlislarimiz Telegram chatga emas, chat administratorining shaxsiy sahifasiga yozishni afzal ko'rishadi. Bugun biz ko'pchilik muxlislarimizning istaklarini inobatga olgan holda qabziyat mavzusini tanladik. Bu haqda suhbatlashish uchun poytaxtimizdagi Gippokrat klinikasining yetakchi mutaxassislarini studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizlarni bugun yerda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Marhamat, o'z o'rinlaringizni egallashingiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. O'tkirbek Matquliyev, tibbiyot fanlari doktori, jarroh. Nilufar O'rmonova, shifokor koloproktolog, jarroh. Mashrabjon Qahhorov, ultratovush diagnostikasi shifokori va shifokor jarrohlar Zuhriddin Ubaydullayev, Oybek O'rinov, Bahodir Usmonov. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda. Savollaringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qiling. Tusha olmasangiz, Telegram chatimiz ham sizning xizmatingizda. Bugungi mavzu qabziyat. Va ilk suhbatdoshimizni tanishtirib o'tamiz. Tibbiyot fanlari doktori, jarroh O'tkirbek Matquliyev. Yana bir bor xush kelibsiz. Bugungi ko'rsatuvimizni mavzusini tanlayotganimizda men biroz o'yladim. Odamlar nahotki o'zidan kechayotgan qandaydir og'riqlarga, o'zidan kechayotgan yoqimsiz holatlarga chidab shifokorga bormasliklari mumkin. Nahotki shu holatdan uyalish mumkin. Chunki odatda shifokorga biz boricha hamma narsani aytishga o'rganganmiz, lekin shunday insonlar bor ekan. Qarangki, agar 4 ta odamda qabziyat bo'lsa, faqat bitta odam shifokorga borar ekan. Qolgan 3 tasi uyalib, shu ahvolidan qiynalib yurar ekan. Qabziyat o'zi alohida xastalikmi yoki qaysidir xastalikning asorati hisoblanadimi? Nigoraxon, hozirgi kunda qabziyat buni hozir kasallik deb bemalol aytamiz. Bu bir asosiy bir belgi hisoblanadi qabziyat, lekin aslida bu qabziyatning tagida ichaklardagi kasallik yotadi. Normal holatda inson hech bo'lmaganda bir kunda masalan nima deydi, tashqariga chiqishi, masalan ichaklardan axlatni bo'shatishi kerak odatiy holatda. Chunki ichaklarda juda ham ko'p miqdorda shlaklar yig'iladi, hazm bo'lmagan ovqatlar bilan hammasi chiqib ketishi kerak. Agar bu ovqat mahsulotlari, axlat chiqib ketmasa, organizmda intoksikatsiya degan narsa boshlanadi. Ya'ni doimiy zaharlanishga o'xshagan narsa. Bu ko'proq hozirgi kunda nimalar bilan bog'liq? Bu yeydigan ovqatimiz, kam harakatsizlik, eng ko'p bo'ladigan narsa bu yegan ovqatlarimizda kletchatkalarning kamligi. Shu. Endi hozirgi kunda umumiy hisobda aytadigan bo'lsangiz, O'zbekiston sharoitida 15% gacha. Agar biza 36 million aholi deydigan bo'lsak, 36 million aholini deydigan bo'lsak, где-то 400 ming, 500 ming, balkim 1 milliongacha yaqin odam shu kasallik bilan xastalangan hisoblanadi. Endi bu odamlar bizani endi o'zimizni mentalitet degan narsamiz borda, tarbiyamiz shunaqa, o'zbekona tarbiya, baribir ko'p narsani aytaverish, ota-onasiga ayta olmaydi bolalar, ayniqsa. Masalan, bolalar juda ham maktabga borganda o'zini atrofdagilardan tortingan holatda o'zini nima deydi, ehtiyojini to'liq qondira olmaslik, masalan, ichki yeganda yoki gaz chiqarishga, boshqasiga shunga sekin-sekin ichagini o'rgatib boradida, bu kasallikka aylanib ketadi. Ko'pchilik holatda shunaqa bo'ladi. Va bu bolalar ota-onasiga buni ayta olmaydi, chunki yoshlik holatlarda aksariyat bemorlarni bu bezovta qilmaydi. Bor bemorlarimiz yoshligida juda ham ko'p bezovta qiladi. Mana hozir bugun telestudiyamizga taklif qilgan bemorimiz bir oyda bir marta ichib keladigan bemorlardan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bir oyda. Shunaqasi ham bo'ladi-da. Mana bu bemorimizni Rossiyada borgan, O'zbekistonda ko'pchilik shifoxonalarga borgan, lekin
afsuski shifo topa olmagandan keyin oxiri operatsiyaga rozi bo'lgan. Mana shu bemorimiz ham bor. Bu bemorimizni bemalol tomoshabinlarga ko'rsatamiz. Xullas, bu qabziyat aytilganda bu belgi, lekin aslidagi kasallik bu ichakda yotadi, yo'g'on ichakda yotadi. Yo'g'on ichakda imенно pastki qismlarida muammo yotadigan kasallik hisoblanadi. Men hozir rejissyorimizdan iltimos qilaman birinchi slaydga qaytarishingizni, chunki sabablar orasida 2-3tasini sanab o'tdik, lekin yana boshqa sabablarni ham ko'rdim. Misol uchun mana stress bo'lishi mumkin yoki suv rejimini buzilishi deb yozilgan. Aslini olganda biz hozir endi zamonamiz rivojlanib, hammamiz yaxshi bilamiz, bir kunda 2 litrdan oshiq suv iste'mol qilishimiz kerak, shundagina organizmimiz yaxshi ishlaydi deymiz. Demak, bu ham sabab bo'lishi mumkin. Albatta. Endi suv ichish rejimi o'ziga yarasha bo'ladi, Nigoraxon. Masalan, biz Koreya Respublikasida malaka oshirayotganimizda o'sha yerdagi dietolog va koloproktologlarning maslahati bo'yicha hech qachon ovqat mahsulotlarini iste'mol qilgandan keyin, ayniqsa quyuq ovqatlarni yegandan keyin suv ichish kerak emas deydi. Biz shuni qilamiz-ku. Biz noto'g'ri qilamiz. Demak, suv qachon ichiladi? Qachonki masalan obed qilgan paytimiz yoki ujin qilganimizdan keyin yegan mahsulotlarimiz oshqozonga tushib, ular hazm bo'lish jarayoniga uchrashi kerak. Hazm bo'lish jarayoniga uchragandan keyin 1 soat orasida undan keyin suv ichishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda asosiy masala qayerda yotadi? Oshqozon o'zida yarasha shira ishlab chiqaradi, ferment ishlab chiqaradi. Ferment ishlab chiqarilgandan keyin bu ferment odatda masalan 100 gram go'sht deylik. 100 gram go'sht yoki manimcha guruch yoki buncha ko'katlarni hazm qilishga hisoblangan ferment, shira. Hamda u shirani agar biz ovqat mahsulotini iste'mol qilgan holatda hamda uning ustiga suv qo'shadigan bo'lsak, bu fermentning tarkibi o'zgarib ketadi yoki konsentratsiyasi o'zgaradi. Konsentratsiyasi o'zgargandan keyin ovqatimiz to'liq hazm bo'lmaydi. Shuni juda yaxshi tushunib olish kerak, sevgili tomoshabinlar. Demak, ovqatlanish o'zini tartibi, o'zini qoidasi bor. Ovqatlangandan keyin albatta ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin choy ichish kerak yoki suv ichish kerak yoki kofe ichish kerak yoki soklar, sharbatlar. Bularning hammasini suyuqlikni ovqatdan 1 soatdan keyin iste'mol qilish tavsiya etiladi. Endi stress degan bo'lsak, hozir juda ko'p kasalliklarni biz stress bilan bog'laymiz, albatta. Endi aynan shu kasallikni masalan stress bilan bog'lasak, bu menimcha sal noto'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Lekin stress ham ma'lum bir miqdorda rol o'ynashi mumkin. Balki siz yuqorida aytganingizdek, o'sha bolalarda bo'lishi mumkin-ku, o'sha yon atrofdagilarning ta'siri ham stressda. Shundan kelib chiqqan holda ham shu holat ro'y berishi mumkin. Va eng meni hayratda qoldirgani surgi dorilarni suiiste'mol qilish, ya'ni teskari effekt ham bo'lishi mumkinmi? Albatta. Demak, surgi dorilarni masalan doimiy ravishda ichish bu ichaklarni dangasa qilib qo'yadi desak ham bo'ladi. Chunki ichak o'rganib qoladi. Ma'lum bir stimul bo'lmaguncha ichak ishlamaydigan bo'lib qoladi. Endi boya aytganimdek, maktablarda, boshqalarda bu qo'shimcha ravishda aytganim, hojatxonalarning gigiyenik ahvoli. Bu juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, bolalarimizni o'qitayotgan maktabda albatta hojatxonalarni ahamiyat berishib qarashimiz kerak. Bola ehtiyoji tug'ilganda hojatxonaga bemalol borib, bemalol o'sha nima deydi, bo'shalib, tozalanib chiqib kelish kerak. Endi sharoit bo'lmagandan keyin ko'pchilik maktablarda, ko'pchilik joylarda hojatxonalari gigiyenik talabga javob bermagandan keyin bu narsalardan bolalar ham, kattalar ham немножко nima deydi, ozgina uyaladi va borishga o'tga ozgina tortinamiz. Chunki biz oila sharoitida, mana qanchalik men bilaman, menga ham shuni o'rgatishgan, keyinchalik biz ham singillarimizga, farzandlarimizga shuni o'rgatamizki, bu ahvol uyda bo'lish kerak. Ya'ni ko'cha sharoitida hojatxonaga bormaganing ma'qul. Agar bormoqchi bo'lsang, ertalab yoki kechqurun uy sharoitida borishing kerak deb o'rgatamiz va balki bolalarimiz ham shuni eshitib katta bo'lgani uchun uyalish ham emas, o'sha psixologik bosim o'tkazib qo'yamiz deb, mumkin emas boshqa joyda, faqat uyda deb qo'yamiz. Bu ham o'z ta'sirini demak o'tkazadi. Demak, bolalarga unday deb bo'lmaydi. Agarda istasa, maktabdami, bog'chadami. Endi bog'chadagi bolalar albatta buni bog'cha pasiga aytadi-ku, lekin maktab sharoitida bolalarimiz
borishi mumkin. Demak, bu savolga to'xtalib o'tdik. Ana endi muxlislarimizdan kelgan savollarga o'tamiz. 3 yashar o'g'limni ichi qotadi, tekshirtirsak gijjasi bor ekan, qabziyatga gijjalar sabab bo'lishi mumkinmi? Kim javob Demak, beradi? bunga Oybek O'rinov javob beradilar. Marhamat. Marhamat. Yosh bolalarda asosan kamdan kam holatlarda uchraydi. Misol uchun gijjalar bu ikkilamchi sabablar, ya'ni uy hayvonlarini boqishi yoki boshqa narsalar gigiyenik jihatdan e'tiborsizlik fonida gijjalar ichaklarga tushishi mumkin. Bu o'z navbatida gijjalarning ko'payish mavsumida ko'payishi va ichaklardagi harakatning to'sqinlik qilish boshlanadi. O'shaning hisobida motorikasida ichaklarning motorikasi buzilishining fonida qabziyat kelib chiqishi mumkin. Bunday holatdagi bemorlarga shunday tavsiyalar bergan bo'lardikki, birinchi navbatda yashash joyidagi ses yoki o'sha ses mutaxassislariga va pediatrlar bilan maslahatlashib bu vaziyatda yechim qilsa bo'ladi. Birinchi aniqlashtirib olib, keyin davo muolajalarini qilsak bo'ladi. Tashakkur. Chaqalog'im 3,5 oylik, ona sutiga qo'shimcha kasha beryapman. Nimagadir ichi yaxshi kelmayapti. Qo'shimcha kashalar ich qotirishi mumkinmi? Albatta. Zuhriddin, marhamat, javob bersiz. Albatta, bu yosh bolalarda, ayniqsa hali yoshga to'lmagan bolalarda hali ichaklar tayyor bo'lmaydi. Tashqi muhitdan kiradigan ozuqaga, ularni yaxshi parchalashga va ularni yaxshi shuvilishga tayyor bo'lmaganligi sababli yosh bolalarda ham qabziyat chaqirishi mumkin. Shuning uchun odatda tavsiya qilgan pediatrlarimiz shu 4 oydan keyin qo'shimcha ovqatlar berish bolalarga. O'sha 4 oydan keyin o'sha ichaklar ham tayyor bo'lgan bo'ladi va o'sha qo'shimcha ovqatlarni yaxshi parchalab shu qabziyat chaqirmaslik mumkin. Tavsiya qilaman, yana bir yo'li bu o'sha beriladigan qo'shimcha ovqatni tarkibida ham har xil ahamiyati bor, chunki oyligiga qarab har bitta bolaga alohida chiqariladi qo'shimcha ovqatlar. Aynan shu tarkibidagi moddalar ham qabziyatga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni almashtirish ham yoki bo'lmasa o'sha 4 oydan keyin bergan ma'qul yosh bolalarga. Tashakkur. 4 yoshli farzandimni ichi qotadi, huqna qilsa bo'ladimi? Huqna uchun qanday suyuqlikdan foydalanishni tavsiya qilasiz? O'zi bu masala sal qiyinroq masala, chunki eslayman, o'sha necha yil avval farzandli bo'lganimda ham shifokorlar qorin og'riqlari, endi ruschasini bilaman, koliki bezovta qilganda, o'sha gaz yig'ilishi bezovta qilganda klizma qilib yuboring deyishardi. O'zi necha yoshdan qilish mumkin? Uni qaysi sharoitda qilinadi? Chunki kimdir biladi, kimdir yo'q. Kim javob beradi? Marhamat, Bahodir javob beradilar bu savolga. Demak, yosh bolalarda qabziyat kuzatilayotgan bo'lsa, avvalo uni sababini bilish kerak. Nima sababdan bo'ldi? Bu qabziyat qancha davom etyapti? Qanchadan beri bolani qabziyat qiynab keladi va necha kunda ichi keladi bolani. Shu sabablarni topishimiz kerak. Ya'ni xalq tilida aytganda bu klizma deyiladi, huqna klizma qilishdan oldin. Endi bolalarga necha yoshdan boshlab huqna tavsiya etiladi? Bolalarga 2 yoki 3 yoshdan boshlab huqna tavsiya etiladi. Huqna qilishi ham o'zining tartiblari bor, uni tayyorlashi ham tartiblari bor. Hozirgi kunda zamonaviy, ya'ni huqna mahsulotlari chiqqan. Shuning uchun shu mahsulotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Uyda tayyor dorixonada sotiladi bolalar uchun. Ya'ni shundan foydalangan ma'qul, chunki uy sharoitida tayyorlasa baribir uni steril holatiga e'tibor berishda qiyinchilik bo'lishi yoki muammo bo'lishi mumkin. Bu ichaklarni zararlanishiga, infeksiya tushishiga va muammoni yana ham kattalashishiga olib kelishi mumkin. Demak, bolalarda qabziyat kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi uni sababini qidirish kerak. Ya'ni shifokorga murojaat qilish kerak. Uyda doimiy klizma qilganda, ya'ni huqna qilgandan ko'ra sababini topib, uni davolash kerak. O'zi aslida bir haftada necha marta qilsa bo'ladi? Chunki deyarli men taniydigan insonlar har kuni ham qilishadi. Bu huqna asosiy davolovchi tizim hisoblanmaydi. Chunki ichaklarning zararlanishiga olib kelinadi. Ya'ni muhtoj bo'lsa shu narsaga dori vositalari yordam bermasa, shu narsani qilish kerak, huqna bajarish kerak. Bir haftada shuncha deb tavsiya etilmaydi, chunki bu davolovchi tizim hisoblanmaydi. Demak, uni shifokor belgilab beradi. Shifokor belgilab beradi. Nigoraxon, yana shuni aytib o'tish kerakki, hurmatli teletomoshabinlar juda yaxshi bilib, yaxshilab eslab qolish kerak. Huqna qilayotganda yoki klizma qilayotganda sovuq suvda qilish kerak emas. Sovuq suvda qilinmaydi yoki iliq suvda, tana temperaturasi suvda 40 gradusgacha bo'lgan suvda qilinadi. Sovuq suvda qilinadigan bo'lsa, icheli shumollaydi. Juda ham kuchli problemalar hosil bo'lishi mumkin, vaqtda o'lim holatigacha kuzatilgan holatlar bo'lgan shunaqa. Tashakkur.
Singlim homilador, qabziyat bezovta qilyapti. Qabziyat homilaga salbiy ta'sir ko'rsatadimi? Albatta. Demak, bilamiz, homiladorlarda juda ham ko'p uchraydi qabziyat. Shu savolim ko'p bo'ladi, nega endi homiladorlarda qabziyat uchraydi degan qisqacha tushuntirib ketaman. Demak, homiladorlarda homila rivojlanayotgan sari u homilani organizm saqlab qolish uchun bachadonda progesteron degan gormoni yaxshigina ishlashni boshlaydi. Nimaga? Demak, bachadonni muskullarini, tonusini pasaytirib turish uchun, homilani saqlab qolish uchun. Shu navbati bilan birgalikda ichaydi muskullari ham tonusi pasayadi. Bachadonga qo'shilib. Bundan keyin motorika pasayadi ichaydi, ya'ni peristaltika harakat suslashish sababli birinchi trimestrda axlat turib qolishni boshlaydi ichaydi. Bu ko'p uchraydigan sabablardan biri. Keyingi уже ikkinchi, uchinchi trimestrlar, ya'ni уже homila kattalashgan sari, bachadon kattalashgan sari ichaklarning devorini ezib, ichaklarda demak ichidagi axlat massalarini transportirovkasiga xalaqit berishni boshlaydi. Bu ham sabab bo'ladi. Shuning uchun homiladorlarga tavsiya berardimki, ko'proq harakat qilish kerak. Keyin toksikoz paytida kimdir kam yeyishni boshlaydi ovqat, kimdir juda ham notartib ovqatlanishni boshlaydi. Shirinliklarga, xamirli narsalarga o'ch bo'lib qoladi. Kechqurun ayniqsa yotishdan oldin ko'p yeyishni boshlaydi. Shu narsalarni to'xtatish kerak bo'ladi. Agar to'g'ri turmush tarziga, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilinsa, harakatni yaxshi qilsa, homiladorlikda ham muammosiz o'tkazsa bo'ladi. Chunki surgi dorilar ko'p ichish tavsiya bera olmaymiz homiladorlarga. Demak, homilador ayol bu dorilarni icha olmaydi yo icha oladimi? Ichsa bo'ladi, ma'lum muddatda. Misol uchun, mana shu aytilgan tartibga hali rioya qilishni boshlamagan, misol uchun haftalab ichib qotyapti, endi yordam berish maqsadida boshida beriladi albatta. No, doimiy emas. Shifokorga ko'rilsa, to'g'ri tavsiyalar beriladi, to'g'ri dorilar beriladi va vaqtincha davolanadi. Doimiy ichish tavsiya berilmaydi hech qachon. Tashakkur, bir necha soniyadan keyin davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda reklama. Zamonaviy klinika deganda nimani tushunasiz? Malakali shifokorlar, ilg'or texnologiyalar yordamida ko'riklar, bemor uchun barcha sharoit va qulayliklar, tezkor laboratoriya, barchasi Hippokrat gospital klinikasida uyg'unlashgan. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha esa shifokorlar qabuli mavjud. Jarroh, gastroenterolog, proktolog, ginekolog, gepatolog, kardiolog, terapevt va yana ko'plab boshqa mutaxassislar. Qolaversa, klinikada laparoskopik jarrohlik operatsiyalari o'tkaziladi. Ushbu usul tanani kesmasdan maxsus apparat orqali kerakli joyga yetib borishga va davolashga yordam beradi. Laparoskopik operatsiyadan so'ng bemor tez reabilitatsiya bo'ladi va hech qanday og'riqlar sezmaydi. Ushbu usul bilan bariatrik, proktologik, onkologik, urologik va ginekologik operatsiyalarni amalga oshirish imkoni mavjud. E'tiborga loyiq bo'lgan kolonoskopiya va endoskopiya tekshiruvlari Hippokrat gospital klinikasida og'riqsiz bajariladi va kasalliklar aniqlansa to'liq davolash kurslari olib boriladi. Klinikada statsionar davolanish imkoniyati hamda laboratoriya tekshiruvlari mavjud. Hippokrat gospital, sog'lig'ingiz garovi. Anzir, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Shifokorlar ko'chasi 4. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi davom etadi va biz qabziyat mavzusida suhbatlashyapmiz. Keyingi savol: ko'p yillardan beri gastritim bor, keyingi paytlarda qabziyat rivojlanib boryapti. Gastrit sabab qabziyat kelib chiqishi mumkinmi? Albatta bu savolga hozir Oybek javob beradilar. Marhamat. Albatta gastrit sababli qabziyat kelib chiqishi mumkin. Asosiy sababi bu yerda gastriti bor bo'lgan bemorlarda shunday narsa kuzatiladiki, ovqatlarning yaxshi hazm bo'lmasligi, oshqozonda o'z funksional jihatdan vazifasini bajara olmasligidan ovqat moddalari oshqozonda yaxshi ishlov berilmasdan ichakka o'tadi. Bu keyinchalik hazm bo'lmagan ovqatlarning motorikasining susayishiga olib keladi. Bunday holatlarda shuni e'tiborga olish kerakki, surunkali davrga o'tish uchun bemorlar ko'p narsani e'tiborga olishni unutib qo'yadi. Ya'ni ish bilan chalg'iydi, boshqa narsa bilan chalg'iydi, gastritni unutib qo'yishi mumkin. Boshqa ilojlarni qilishga harakat qilishadi va gastritni unutib qo'yishadi. Bunday holatda shunday narsani aytib o'tishni afzal deb bilamizki, birinchi navbatda gastroenterolog oshqozonni endoskopik usulda tekshirib, gastriti bor yoki yo'qligini aniqlab, birgalikda olib borgan ma'qul hisoblanadi. Bu o'z navbatida keyinchalik asoratlarning oldini olish uchun albatta kerak bo'ladi.
Tashakkur. Yoshim 32 da surunkali xolesterin bor. Tekshiruvlar o't suyuqligini quyuqlashganini ko'rsatdi. So'nggi paytlarda qabziyat ham bezovta qilyapti. O't haydovchi dorilar ichsam, ichim yaxshi yuradi. O't suyuqligini quyuqlashishi qabziyatga sabab bo'lishi mumkinmi? Albatta, o't suyuqligi organizmda o'ziga yarasha yog'larning parchalanishi uchun kerakli bo'lgan asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Agar bemorlarimizda o't suyuqligi dimlanishi holatlari kuzatiladigan bo'lsa, bu o'z navbatida qabziyatni chaqiradi. Sababi ovqat moddalari tarkibidagi yog'larning yaxshi erimasligi, parchalanmasligi hisobidan ularning ichakdagi harakati susayadi. Bu o'z navbatida zanjir sifatida, ya'ni zanjir reaksiyasiga o'xshaydi. Bemorlarda surunkali qabziyatga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda bemorlarni tekshiruv va analizlar vaqtida jigar fermentlari yaxshi ishlayaptimi, jigar funksional jihatdan yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, gepatolog va gastroenterologlar bilan maslahatlashib, o'sha nimadan kelib chiqyapti sabablar, o'sha narsani aniqlashtirib, o'shani bartaraf qilgandan keyin sabablarni ich qotishiga kelib chiqadigan sabablar yengiladi. Ya'ni yaxshilanadi bemorlarda. O'shaning uchun biz bemorlarimizga tavsiya beramiz. Analizlar vaqtida jigar fermentlari baland bo'lib ketadi, o't suyuqligi dimlanganini hisobidan. O'shaning uchun bemorlarimizga ichni suyultiradigan, ya'ni o't suyuqligini suyultirib, ichakka oqishini yaxshilaydigan dorilarni biz tavsiya qilamiz. Shunda ham baribir bemorlarimiz gastroenterolog bilan maslahatlashganlari yaxshi. Endi Nigoraxon, bu holatda nafaqat saproni haydovchi dorilar, balki harakatni ham ko'paytirish kerak. Eng ko'p o't dimlanishiga sabab bo'ladigan narsalardan bittasi bu ovqatlanish rejimini buzilishi, ikkinchi o'rinda kam harakatsizlik turadi. Demak, harakat qancha, masalan, biz ham operatsiya qilamiz. Operatsiya qilganimizdan keyin bemorga o'sha kuni iloji bo'lsa, bu ertasi kuni harakat qiling deymiz. Chunki harakat natijasida oshqozon ichak trakti o'z faoliyatiga sekin-sekin tiklanib oladi. Ya'ni harakat ham, bu yerda ham harakat kuchayadi. Harakatsizlik, gipodinamiya holatida yotgan odamda oshqozon ichak traktida doimiy muammo bo'ladi. Gipodinamiya bo'ladi. Ya'ni bularning harakati ham, ichaklarning harakati ham, saproni harakati ham, o't tufayli normal holatda ishlashi ham hammasi buziladi. Bu masalan o't tufayligini normal holatda qisqarmasligi natijasida saprovod dimlanib yotaveradi. Dimlangan sari, bu vaqt o'tgan sari bu saprov quyuqlashib ketaveradi. Qiyinlik tug'diradi. O'shaning uchun bu bemorlarga tavsiyamiz shunaqa bo'ladiki, o'z vaqtida ovqatlanish, diyeta tutish va ko'p harakat qilish. Tashakkur. Mana muxlislarimizdan yana savollar kelyapti. Menda gastrit bor, o't qopimni oldirganman, ichim qotadi, majburlab surgi dorilar bilan keltiraman. Jig'ildonim ko'p qaynaydi, o't suyuqligi juda ko'payib ketadi. Nima maslahat berasiz? Menimcha hozirgi maslahatingiz, odam ko'proq albatta. Endi bu bemor agar operatsiya bo'lgan bo'lsa, o't qopida operatsiya bo'lgan bo'lsa, albatta bu bemorni tekshirishimiz kerak. Endi masala shundaki, necha kunda bu bemor ich keladi, necha kunda axlat keladi. O'shanga qarab biz bunga birinchi o'rinda diagnostika, ya'ni diagnoz qo'yib olishimiz kerak. Ichaklarda bu yerda dolixa sigma, megakolon va boshqa qanaqadir ichak muammolari bormi, yo'qmi? O'shani bilib olishimiz kerak. Diagnostikaga biz hozir alohida to'xtalib o'tsak kerak. Keling bo'lmasa diagnostikaga to'xtalib o'tamiz, keyin savollarni davom ettiramiz. Chunki qabziyat deganda ko'zimiz oldiga qanaqadir umumiy bir surat, kartina keladida, hamma o'ylaydiki, bu qabziyatda, uni nimasini tekshirish kerak deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvlar bor. Keling shular haqida gaplashsak. Nilufar Mansurjonova, marhamat. Demak, qisqacha qilib aytaman. Qabziyat tekshiruvda albatta qon tahlillari kerakli bo'ladi. Yuqorida aytib o'tildi, nima uchunligini, tam ferment, jigar faoliyati, boshqa. Axlat analizi, ya'ni axlat tahlili. Bunda biz nimaga e'tibor beramiz? Axlatdan demak ichakdagi mikroflora, ya'ni patogen mikroflora, normadagi bo'ladigan mikroblar soni. Bu bizga disbakterioz ichakda yoki disbioz bormi, yo'qligini bildiradi. Shunga qarab davolaymiz. Keyingi tekshiruvlardan eng samarali, eng foydasi katta tekshiruvlardan bu rentgen tekshiruvi, demak irrigografiya
degan tekshiruv. Bunda maxsus kontrast moddani ichkariga yuboradi mutaxassis hamda rentgen apparatiga tushiriladi har xil pozitsiyada, yotgan holatda, turgan holatda yonboshlatib, hamda mana yo'g'on ichak bizga ko'rinib turibdi. Yo'g'on ichakning shakli. Mana misol uchun bu bemorda yo'g'on ichakda mana bu qismi osilib yotibdi pastda. Bu ham harakatga xalaqit beradi axlat transportirovkasiga. Bu tomonda mana juda ham ingichkalashib ketgan. Rentgenda biz ichakda yoki uzayib ketganini ko'rishimiz mumkin. Ingichkalashib, torayib, burmalar hosil qilib, buralib qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda ko'rinib turibdi buralgan ichak. Yoki bo'lmasam me'yorda bo'ladigan skladkalar deymiz, burmalar bo'lishi kerak ichakda. Mana shu burmalar tekislanib ketganini ham ko'ramiz. Bu hamma sanab o'tgan narsalar ham ichda qotishiga olib kelgan sabab. Bu holatda albatta operatsiya qilinadi. Keyingi tekshiruv, u ham juda bizga ma'lumot yaxshi beradi. Kolonoskopiya tekshiruvi ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, maxsus mana bunaqa endoskopik apparat bo'ladi, instrument. Bu uchida kamerasi bor, kattalashtirib ko'rsatadigan obyektivi bor. Ichiga kiradi shu narsa. Hamda bu bizga nima beradi? Ichidagi skladkalar juda yaxshi ko'rinadi, shilliq qavat ko'rinadi, hamda qanaqadir qo'shimcha kasalliklar bo'lsa, misol uchun aytaylik, yarali kasalliklar yoki ichakda to'sib turgan o'smalar. Chunki ich qotishga organicheskiy sabab ham bo'lishi mumkin, xirurgik. Misol uchun o'smalar bo'lishi mumkin. To'g'ri, chunki tashqaridan masalan ko'p narsani biz hozir ultratovushda ko'ra olamiz, lekin ichakni ko'p qismini ultratovushda ko'ra olmaymiz. Ichidagi shilliq qavatning holatini kolonoskopiya faqat yordamida ko'rish mumkin. Bizning klinikamizda bu tekshiruv, misol uchun sedatsiya, ya'ni shuni aytmoqchi edim, chunki ko'pchilik qo'rqadi, lekin hozir bemalol 15 daqiqaga shifokor sizni uxlatib, umuman bilmaysiz, sezmaysiz, chunki bu tekshiruv o'tganman, juda ham qulay, hozir zamonaviy tekshiruv, shuning uchun qo'rqmasdan kelishingiz mumkin. O'zini tartib qoidalari bor. Menimcha, kelgan bemorga uni bemalol tushuntirib berishingiz mumkin. Yana qanday tekshiruvlar mavjud? Xo'p, eng asosiy shular. Yana qo'shimcha kerak bo'lsa, albatta MSKT, MRT, ya'ni kompyuterli tomografiya qilinadi. Bu qanaqadir kasallikka yana shubha bo'lsa. Chunki kichik tos chanog'idagi, demak, organlar, a'zolarning holatini ko'rish uchun MRT juda ham muhim rol o'ynaydi. Ultratovush tekshiruvini ham ko'ryapman. Ultratovushda nimalarni ko'rsak bo'ladi? Ultratovush tekshiruvida qabziyatda ko'pincha ichaklar pnevmatozi, ya'ni dimlanishi, ichaklar harakatini susayishi, motorikasining peristaltikani kamayishi, ya'ni ko'rinadi. Yana bir xil ayrim holatlarda yana hosilalar, ichaklardagi bo'lgan hosilalarni yoki tashqi boshqa organlarda bo'lgan hosilalar ichakni siqib qo'yish natijasida qabziyat kelib qolishini ham o'smalar shu ko'rish mumkin. Demak, hammasi bir bo'lib qanaqadir Hamma yaqqol diagnozni berishi mumkin. Albatta, hamma tekshiruvda o'zini joyi bor, hamma tekshiruvda. O'z o'rni. Tashakkur. Demak, endi mana savollarimizga qaytsak bo'ladi. Tekshiruvlar haqida gaplashib oldik. O'g'lim 6 yoshda, qabziyati bor, 4-5 kunda hojatga boradi, davolanib kelamiz. Butunlay qabziyatdan qutula olmayapmiz. Davo choralarini aytsangiz. Yosh bolalarda bunaqa uzoq vaqtdan beri qabziyat bo'lish sababi ko'pincha yo'g'on ichakdagi muammodan bo'ladi. Agar misol uchun gastroenterolog, pediatr tekshiradi, ular tomonidan hazm bo'lish, boshqa harakat, to'g'ri ovqatlanishdan muammo bo'lmaydigan bo'lsa, demak, yo'g'on ichakda organicheskiy patologiya bor. Ya'ni nima bo'lishi mumkin bolalarda? Ichaklar me'yordan tashqari uzayib ketgan bo'ladi. Tug'ma, bu tug'ma uzaygan. Yoki bo'lmasam kengayib ketgan bo'ladi, megakolon. Yana keyingi patologiya taloq degan a'zo bor, taloqqa yopishib qolgan bo'lishi mumkin. Bu Spire sindromi deyiladi. Bu ham bolalarda uchraydi, tug'ma bo'ladi. Yana bitta muammo nevrologicheskiy, ya'ni ichakni harakatini ta'minlab beradigan nervlar bo'lmaydi. Gershprung kasalliklarida, ganglioz kasalliklarida nerv tolalari tug'ma rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun ichak umuman harakatsiz turaveradi. Ichakdagi axlat ichakda sharga o'xshab, ballonga o'xshab ishirib turadi. Bu holatlar faqat operativ yo'l bilan davolanadi. Yosh bolalarda. Demak, mana hozir nimalarni chizib bizga tushuntirmoqchisiz? Mana bu yosh bolalarda eng ko'p uchraydigan Dolixa sigma holati. Mana ichaklarning kattalashib ketishi. Mana bu ichakimiz sigmasmon ichak deyiladi.
sigmasimon ichak yonbosh sohasida, chap yonbosh sohasida shunday qiyalashib, pastga tushib, to'g'ri ichakka tushib ketadi. Yosh bolalarda ko'p uchraydigan holat bu mana dolixa sigma. Mana sigmasimon ichakni ko'ryapsizki, mana shu kichkina bo'lishi kerak bo'lgan ichak kattalashib ketadi. Mana bir necha barobar kattalashib ketadi-da, axlat mana shu joydan o'ta olmaydi. Mana shu dimlanib qolaveradi. Keyin ichak nima qiladi buni? O'tkazib yuborishga kuchli peristaltik harakat qiladi. Harakat qiladi, boshqa qiladi. Sekinlik bilan mana shu sohadan bukvalno bir 30 sm yoki 40 sm sohadan o'tishiga 2-3 kun vaqt ketib qoladi. Tushundingizmi? Mana demak keyin oxiri axlat to'g'ri ichakka kelgandan keyin уже опорожнение bo'ladi, u yog'iga chiqib ketadi. Lekin bu jarayon borgan sari kuchayib boraveradi. To'xtamaydi. Demak, oldin поражение mana shu sohada bo'lgan bo'lsa, ichakda. Mana shu sohani o'zi ishlamayotgan bo'lsa, keyinchalik bu ichak mana bu yo'la kuchli harakati natijasida, ya'ni bu ichaklardagi yana o'zgarish уже tepaga qarab siljib ketaveradi. Bu ichak ishlashni boshlamaydi. Bu sohasi, demak, butunlay to'liq butun ichak ishlamay qolgan holatgacha yetib boradi. Keyin уже to'liq bu ichakni olib tashlashga to'g'ri keladi. Demak, ko'p narsa ota-onalarga bog'liq, chunki bir haftada bir marta keladi, mayli bitta klizma qilib qo'yaman yoki dori beraman deb yurgan ota-onalar keyinchalik mana shu muammo bilan yuzma-yuz kelishlari mumkin. Albatta, demak shu holat yuzaga kelmasligi uchun iloji boricha tezroq vrachga murojaat qilib, bu diagnozni qo'yib olish kerak. Albatta, birinchi o'rinda Nilufar Mansurjonova aytgandek, radiografiya, endoskopiya va hokazo tekshiruvlar hammasidan o'tib, diagnoz aniq qo'yilgandan keyingina bu operatsiyani qilish kerak. Bu operatsiyani agar bu bemorlarning o'z vaqtida aniqlansa, bu bemorlar juda masalan yo'g'on ichakni to'liq olib tashalmasdan operatsiya qilish mumkin. Agarda kech aniqlanadigan bo'lsa, uzoq vaqt o'tib ketgan bo'lsa, уже butun yo'g'on ichakni olib tashlashga to'g'ri keladi. Kolektomiya deydi. Totalniy kolektomiya operatsiyasi. Endi bir xil bolalarimizda shunaqa bo'ladiki, taloq sohasiga ichak yopishib qoladi, mana bundoq. Mana shu yerda ham rasmi bor edi shekilli, rentgen prizniklari mana bu juda yaqin. Qaraydigan bo'lsangiz, yo'g'on ichakni o'ng tomondagi qismi pastroq turibdi, chap tomondagi qismi tepaga yopishib ketgan. Mana tepaga qarab ketgan. Mana shu sohadan ham axlat o'tmagani sababli ich kelmaydi bemorlarda. Bolalarda ham xuddi shunaqa. O'shanaqa holatda bu bemorlarni operatsiya qilishga vrach majbur bo'ladi. Demak, qabziyatga shunchaki oson qaraydigan teletomoshabinlarimizga bugungi ko'rsatuv juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, chunki qarab tursam juda ham qiyin va og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Gormon dorilar qabziyatni keltirib chiqarishi mumkinmi degan savol kelibdi. Nilufar Mansurjonova, gormon dorilar Gormon dorilar qabziyatni keltirib chiqarishi mumkinmi? Albatta, qabziyatni bitta sabablaridan bittasi bu gormonal fondi buzilishi dedik. Shuning uchun nafaqat gastroenterolog bilan birga, biz endokrinolog bilan birga ham ishlaymiz. Avval gormonalni fonni tekshirish kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu ko'p uchragan kasallik, shunda albatta ich qotish kuzatiladi bemorlarda. Va yana bitta narsa, shu endokrinologlar yozib beradigan dorilar endi majbur bo'lib yoziladi, u dori ana shu dorilarda ham ich qotishga olib keladigan moddalari bo'ladi. Shuning uchun endokrinolog, gastroenterolog, koloproktologlar har doim birga ishlaydi. Yoshim 50 sabzavotli salatlar, mevalar, yozda qovun, tarvuz yesam albatta ichim surib qiynalaman. Yemay desam organizmim talab qiladi. Ich ketish muammosiga ham maslahat bersangiz debdilar. Endi bugungi mavzuga mas'ul, lekin mayli aytib o'tamiz. Demak, agarda ko'p bemor kletchatka qilsa, yesa, masalan, qabul qilyaptilar, ular birinchi navbatda axlatni pasev qilish kerak. Axlatni analiz topshirish kerakda. O'sha yerdagi agar axlatida disbakterioz holatlar yuzaga keladigan bo'lsa yoki qaysidir infeksiya o'ta rivojlangan bo'lsa, o'sha infeksiyaga bog'liq holatda o'zini dori mahsulotlarini ichish kerak. Bu bir. Ikkinchi navbatda men boya aytdim. Demak, ovqat mahsulotlarini yegandan keyin, ovqat o'zimizni tabiiy termический обработка bo'lgan ovqatni yegandan keyin albatta bemor nima deydi? Qovun, tarvuz, olma va meva sabzavotlardan o'zini saqlab tiyish kerak.
Demak, eskidan shunaqa naqlimiz borki, bizda qovun yesang qachon ye deydi? Sahar ye. Bo'lmasa zahar ye. To'g'ri. Eslaysiz-a buni? Demak, bu yerda juda ham katta ma'no yotibdi. Demak, biza ko'proq hozir nima qilamiz? Masalan, o'tirishga borasiz, butki choyxonaga borasiz, ovqat berishadi-da, desert sifatida mevalarni oxirida kesishadi. Oxirida meva yeyiladi deydi, shirinlik yeyiladi deydi boshqa. Bu ichida anaqalar. Aslida olib qaraganda diyetologlarning yo'nalishi bo'yicha meva mahsulotlarini, sabzavotlarni xom holatda iste'mol qilish bu birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Lekin Yevropada ahamiyat berganmi, ko'pincha birinchi taomdan oldin olib kelishadi. Albatta. Demak, birinchi navbatda yeb olish kerak. Masalan, biz shaftoli yeymiz, ovqatdan keyin olib kelishadi. Yoki o'rik yeysiz. Bularning hammasini yana bir bor takrorlab o'taman. Birinchi o'rinda yeyish kerak. Chunki oshqozondagi kislota va fermentlar o'sha yegan mahsulotlarimizni parchalab olishga harakat qilish kerak. Iloji bo'lsa shu meva sabzavotlar yegan inson, masalan hozir ichim ketyapti degan inson, birinchi yeb olganlardan keyin meva, sabzavot, o'sha pomidor, bodring, qovun, tarvuz nima yegan bo'lsalar, 1 soatdan keyin ovqatlansinlar. Demak, organizmni tayyorlab olib, albatta, keyin issiq ovqatga o'tishimiz kerak. Tashakkur. Endi ikkita muhim savolimiz bor. Davo haqida gaplashaylik, chunki biz yuqorida operatsiyani ko'p bora tilga oldik, lekin keling oldin konservativ davo qanday bo'ladi va undan keyin qay holatlarda operatsiyaga o'tasiz? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Konservativ davoni informatsiya jamini to'liq bizga tushuntirib etib beradilar, marhamat. Marhamat. Demak, yuqorida o'zi ko'p gapirildi bu haqida. Birinchi o'rinda davo rejani tuzishimiz uchun sababini aniqlashimiz kerak, albatta. Bir sabablar juda ham ko'p, mana nevrologiический, endokrinologiический, gastroenterologiический dedik, gormonalniy fon buzilishi, hamma narsa. Sababini aniqlangandan keyin shunga qarab konservativ davo bo'ladi. Birinchi bemor bilan suhbatda o'zi aniqlashtiramiz. Qabziyat o'zi qachon qo'yiladi? 3 oy davomida agar bemor qiynalayotgan bo'lsa, 3 oydan kam muddatda bo'layotgan bo'lsa, uni funksionalniy buzilishlardan bo'lishi mumkin. Uni to'g'rilash oson. Shuning uchun birinchi o'rinda suhbat bizga katta ahamiyatga ega. Necha kunda keladi, qanaqa sharoit, ovqatlanish, qanaqa ish, qanaqa. Birinchi o'rinda kasb so'raymiz bemordan. Kasbingiz qanaqa? O'tiradigan kasb ko'proq, harakat qiladigan. Shu narsalarni hammasini jamlagan holda konservativ davolab ko'riladi. Lekin mana bu tekshiruvlarda aytib o'tilgandek rentgen, kolonoskopiya tekshiruvlarida jiddiy muammo aniqlansa yog'ochida, unda albatta konservativ emas, operativ davo taklif qilinadi. Lekin jiddiy muammo aniqlanmasa, birinchi harakat qilamiz bu bemorda turmush tarzini o'zgartirishga. To'g'ri ovqatlanishga o'rgatiladi, harakat o'rgatiladi, jismoniy mashqlar o'rgatiladi, mana zallarga borish kerak, yugurish kerak, suzish kerak deyman. Suyuqlik miqdori. Ko'pchilik suyuqlikka e'tibor qilmaydi savol berganda. Qancha ichasan desa, 2 piyola, 3 piyola kun davomida. Shu narsalar hammasi tushuntiriladi. Konservativ davo ladingiz 1 oy, 2 oy, 3 oy yordam bermayapti. Keyin oxirgi navbatda operativ davoga o'tiladi. Keyin xirurgni qo'liga tushadi bemor. Xirurgni qo'liga tushgandan keyin nimalar bo'ladi? Kesamiz, ochamiz, tikamiz. Da, Nigora xonim, endi bu bemorlar oldin bizda koloproktologiya markazlarida hozir ham xuddi shunaqa kesma asosida. Ya'ni laparotomiya deydi buni meditsina tilida, kesib qorin o'rtadan ochgan holat. Ochib operatsiya bo'ladi. Endi bizning klinikamizda biza Hindiston, Koreya, Rossiya klinikalarida malaka oshirib kelgandan keyin bu operatsiyalarni faqatgina laparoskopik usulda, ya'ni mana ko'rishimiz mumkin. Qoringa maxsus ko'ryapsizlarki, mana Oybek ko'rsatyapti, o'zimizning apparatlarimiz bor. O'sha apparatlar yordamida, maxsus apparatlar yordamida mana bu apparatimiz, Oybek ushab turgan apparatimiz ichak bilan ichakni ulaydigan apparat. Anastomoz qo'yadi. Ko'rsatyapti, marhamat. Qo'l bilan tikilmaydi. Bu shunda orqa teshikdan kiradi, ichak bilan ichakni shunda bir-biriga bog'lab, muftalab qo'yadi. Qo'lda masalan hozirgacha ko'pchilik joyda qo'lda ichaklarni ichakka ulaydi. Bu apparat o'zi
avtomatik ravishda ichakka o'laydi. Bunga firma garantiya beradiki, shu ichaklarda muammo bo'lmaydi. Eng katta muammo xirurgiyada ichak ulangandan keyin ochilib ketishi. Bu qo'rqinchli. Qo'rqinchli. Bu apparatlar yordamida biz endi 100% desak noto'g'ri bo'ladi-ku, 99% уверенный holatda ichakka ulab ketamiz. Mana Zuhriddin ushab turgan apparatimiz ko'rib turibsiz, bu garmonik skalpel deyiladi, garmonik. Bu apparatni mohiyati shundaki, ichaklarga keladigan tomirlarni ochib kesib operatsiya qilganda ip bilan tomirni boylash kerak. Bo'lmasa qon ketib qoladi. Bu apparat yordamida o'zini maxsus garmonik koagulyator degan apparati bor. Juda katta apparat, bu yerga olib kelmaganmiz, chunki operatsionni bizga bermaydi. Juda ham qimmatbaho apparat turadi. Bu apparat yordamida tomirlarni shunda kuydirib ichakni ajratib qo'ysak, kesib qo'ysak bo'ladi. Qonsiz operatsiya bo'ladi. Umuman qon ketish deyarli bo'lmaydi. Demak, bu apparatning ahamiyati shundaki, o'sha tomir 3 mm gacha, 4 mm gacha bo'lgan tomirlarni bemalol kuydiradi. Undan keyin bir-biriga yopishtiradi, ham kesib ketadi. Demak, 4-3 в одном apparat. Juda ham qimmatbaho apparatlardan. Mana Bahodir ushab turgan apparatimiz echelon apparati deyiladi. Bu echelon apparatlari ichakni masalan bir-biridan ajratayotganimizda ichakni kesish kerak bo'ladi. Ichakni kesish va uni qaytadan tikib ketish kerak bo'ladi. Keyin uni olib, keyin ulaymiz. Etap. Demak, ichakni одновременно ham tikadi, ham kesadi. O'zida. Ham qonni to'xtatib ketadi. Demak, hozir hamma narsani texnika qilyapti. Texnika. Demak, biz albatta bu yerda demak, o'zini texnikasi bor. Mana qarab turibsizki, biz ajratyapmiz, ichaklarni ajratib ketyapmiz. Bu garmonik skalpelda ishlayotgan paytlarimiz. Mana. Qorinni ko'rib turibsiz, mana ichak olinish jarayoni. Hech qanaqa kesma yo'q. Qoringa 4 ta 5 ta trubka kiradi. Bu bemorimiz 3 soat, 4 soatdan keyin bemalol уже koridorda yugurib yuradi. Chunki kesma yo'q. Kesma yo'q, og'riq yo'q. Reabilitatsiya juda tez va oson o'tadi. 2-3 kun, maksimum 4 kunda javob beramiz. Endi xirurgik masalan ko'rib turibsizki, bir necha zamonaviy apparatlar ishlatganimiz jihatidan har qanday operatsiyani qilishga imkoniyatimiz yetadi. Bu yo'g'on ichakka taalluqli bo'lgan operatsiyalardan eng ko'p ishlatadiganimiz total kolektomiya bizda. Total kolektomiya degan nima degan? Ya'ni yo'g'on ichakni to'liq olib tashlaymiz. Uni o'rniga nimadir qo'yiladimi? Uni o'rniga biz ingichka ichakka olib kelamizda, to'g'ri ichak bilan olib kelib ulaymiz. Mana. Bu yerda bizda 8 metr ingichka ichak bo'ladi. 8 metr ingichka ichak bo'lsa, shu ingichka ichak bilan mana bu yerdan kesilgan yo'g'on ichakni, to'g'ri ichakni biz birga ulab qo'yamiz. Ya'ni bu operatsiya klinik jihatdan mana savol berishingiz mumkin. Yo'g'on ichak bizda qanaqadir vazifani bajaradi, vitamin yetishmovchiligi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Demak, oxirgi zamon chet el masalan zarubejniy maqolalar bo'yicha va anaqa malaka oshirganimiz bo'yicha, demak, bu yo'g'on ichakni yarmini olib tashlaganimiz bilan yoki to'liq olib tashlaganimiz bilan hech qanaqa klinik o'zgarish bo'lmaydi. Demak, bemor qanday yashagan bo'lsa, shunday yashayveradi. Albatta. Qiyinchiliklar bo'lmaydi. Albatta. Endi bu operatsiyani biz qachon qilamiz? Qachonki bemorda уже запущенный situatsiya. O'tib ketgan vaziyatda ko'p kelishadi. Endi biz o'zbekona tarbiyamiz. Oxirgi stadiyasi. Baribir shu o'zbeklar yiqilib, hamma narsasi уже tamom bo'lgandan keyin уже lecheniyalarni bezovta ta'sir qilmagandan keyin undan keyin keladi deb bo'ldi, men charchadim, operatsiya olib tashlaylik yo'g'on ichagimni. O'shandagina olib tashlaylik. Bizning studiyada mehmon bor, ya'ni sizni bemoringiz. Albatta, bu bemorimizni chaqiramiz. Albatta taklif qilamiz, marhamat, keling. Demak, bu qizimizni siz jarrohlik amaliyotini o'tkazgansiz. Hozir ular bilan tanishamiz. Marhamat, mikrofonni olishingiz mumkin. Endi bu yo'g'on ichakni olib tashlash yosh bolalarda juda murakkab narsa. Endi hech qaysi ota-ona o'zini farzandini bunaqa kalechishli operatsiyalarga rozi bo'lmaydi. Bu qizimizda biz organ сохраняющий operatsiya qilganmiz. Demak, bu boshqacha. Bu boshqacha organ сохраняющий operatsiyamiz. Bu o'zimizni operatsiyalardan bittasi.
O'zingizni metodingiz, o'zingizni yo'nalishingizda qilingan jarrohlik O'zimizni amaliyoti. metodika bo'yicha qilganmiz. Mana maxsus apparatlarimiz, boshqasi, hammasi hech qanaqa qornida kesma yo'q. Bu qiz ham keling o'zidan eshitamiz. Albatta, Nima albatta. bo'lganini. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Qattiqroq gapir qizim. Assalomu alaykum. Men ismim Parvina. 2009-yilman. Men 8 oydan beri shu qabziyat bilan qiynalib kelardim. Bunga sabab 3 kun parhez qilganman. Shundan keyin qabziyat sezila boshlagan. Men qancha viloyatlarga borib davolanganman. Bu davolanmaganman va bizga bu klinikani taklif qilishgan. Parvina, aytginchi, qayerda borib davolanding? Qayerlarga? Moskvadami, Rossiyadami, O'zbekistondami? Moskvaga borganmiz, Toshkentda o'zida ham davolanganmiz, Termizda ham, o'zimizning viloyatda ham davolanganmiz. Natija bo'lmaganligi uchun sizlar tavsiya qilganlar. Xo'p. Parvinachiga, keling sizdan bir narsani so'rayman. Qarang, shifokorlar bugun ko'rsatuv davomida aytishdiki, ba'zi insonlar oylab hojatga chiqishmas ekan. Ya'ni bu qiyin vaziyat va buni gapirishni o'zidan insonlar uyaladi, lekin bizni juda ham ko'plab insonlar hozir tomosha qilyapti-da. Siz qancha qiynalgansiz? Qancha hojatga chiqmagansiz? Bu juda muhim savol. Men bir oyga bir klizma qilinsa kelardim. Ba'zida klizmada ham kelmasdi. Kechalari bilan ichim og'rib, ovqat yeyishga, suv ichishga qiynalardim. Keyin Eng asosiysi menimcha baribir o'sha og'riq bo'lsa kerak-da. Inson og'riqqa chidashi juda qiyin-ku, ayniqsa endi hammada har xil. Qorin sohasi og'risa odam yura olmaydi, hech narsa qila olmaydi, ovqat yeya olmaydi. Demak, shu dahshatli vaziyatdan qiynalib qancha shifokorlarga borib, lekin keyin bularda shifo topgansiz, shundaymi? Operatsiya o'tkazildimi? Yaxshi o'tdimi? Qachon bo'ldi? 40 kunlar bo'lib qoldi. Aha, necha kundan keyin oyoqqa turib ketdingiz? 3-4-5 kunlarda yurib, bemalol o'zim yurib. chiqdim hojatxonaga, kuniga 2 marta chiqardim. Qanday yaxshi. Bunichi ba'zida o'zim ham aytaman, nahotki bizni Xudo shunday yaratganki, hatto shu ham baxtda. Shu ham baxt. Bir xil odamlar buni sezadi, biladi. Biz-ku har kuni sezmay yurishimiz mumkin muammosiz, agar bunday muammo bo'lmasa, lekin aziz, hurmatli teletomoshabinlar, oramizda shunday odamlar bor. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, hojatga chiqish bu katta baxt. Demak, jarrohlik amaliyotingiz haqida endi shifokoringizdan ham so'raymiz. Mana qiynalib, oylar davomida huzuringizga keldilar, to'g'ri tashxis qo'ydingiz va jarrohlik amaliyotiga oldingiz. Lekin yuqorida aytdingizki, organi сохраняющий, demak, ichakni saqlab qoldingiz. Qanday qilib? Bu katta qismini saqlab qolganmiz. Bu yerda unaqa ichakni ko'p qismini olmaganmiz. Biroz qismini olib Rentgen bemorda. Mana. Sigmasi kattalashib ketgan. Iltimos qilamiz, operatorlarimiz ko'rsatishadi. Marhamat. Mana shunday ko'rsatsam ma'qulmi? Mana hozir uchga ham tushibdi. Mana, marhamat. Nigor ham ahamiyat berishinglarni iltimos qilaman. Demak, Parvina qizimizda xuddi shu mana shu joyda ko'rsatganimizdagi yo'g'on ichak kelib, mana birinchidan taloq burchagiga yopishgan. Xuddi shu joyda. Ikkinchidan sigmosimon ichak va pastga tushuvchi ko'ndalang chambar ichak mana 1, 2, 3 ta 3 ta kalena hosil qilyapti. Shu daraja kattalashib ketgan mana shu ichak. Axlat bo'tdan deyarli o'ta olmagan. Qanday og'riqlar. O'shaning uchun klizma qilib, boshqa qilib juda qiynalib yurgan bu bemorimiz. Bir oyda ichish keladi yoki kelmaydi. Klizma qiladi. Hozir necha marta kelyapti? Kuniga 2 marta, 3 marta. Ana aytayapman-ku, bu baxt. Demak, ichakni yarmini saqlab qolgansiz. Shundaymi? Yo'g'on ichakni. Albatta, to'liq qismini, juda katta qismini saqlab qolganmiz. O'shaning uchun hozir bemalol, chunki hali yoshda. Hayotni endi boshlayotgan inson uchun bu juda ham muhim. Parvinachiga, bugun ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun sizdan juda ham minnatdorman. Bundan uyalish kerak emas aslida. Inson qayerdir bezovta qilsa, albatta shifokorga borish kerak. Parvina, boshqa joyga borishgan bular. Aha, aytdilar. Klinikaga borishgan. Endi bizada bo'lib zamonaviy usul, Koreyada bu yoqda hammamiz o'qib kelganimizdan hisobiga olib, mana hozir Parvina aytganki, boshqa больницада senga nima operatsiya qilamiz deydi. Bizga ichakda olib tashlaymiz deyishdi. To'liq olib tashlaymiz deydi.
Hammasini olib tashlaymiz deyishdi. Men sizlardan birinchidan minnatdorman, ikkinchidan sizlarni tabriklayman. Chunki har bir shifokor uchun bu katta baxt. Qaysidir organni saqlab qolish, insonning hayotini saqlab qolish, insonga qanaqadir yashashga umid berish bu juda ham katta baxt. Ayniqsa bunday yosh patsientlarga Parvina nomidan, ularning ota-onalari nomidan sizdan minnatdorman va shu go'zal nuqtada bizda reklama. Zamonaviy klinika deganda nimani tushunasiz? Malakali shifokorlar, ilg'or texnologiyalar yordamida ko'riklar, bemor uchun barcha sharoit va qulayliklar, tezkor laboratoriya, barchasi Gipokrat gospital klinikasida uyg'unlashgan. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha esa shifokorlar qabuli mavjud. Jarroh, gastroenterolog, proktolog, ginekolog, gepatolog, kardiolog terapevt va yana ko'plab boshqa mutaxassislar. Qolaversa, klinikada laparoskopik jarrohlik operatsiyalari o'tkaziladi. Ushbu usul tarali kesmasdan maxsus apparat orqali kerakli joyga yetib borishga va davolashga yordam beradi. Laparoskopik operatsiyadan so'ng bemor tez reabilitatsiya bo'ladi va hech qanday og'riqlar sezmaydi. Ushbu usul bilan bariatrik, proktologik, onkologik, urologik va ginekologik operatsiyalarni amalga oshirish imkoni mavjud. E'tiborga loyiq bo'lgan kolonoskopiya va endoskopiya tekshiruvlari Gipokrat gospital klinikasida og'riqsiz bajariladi va kasalliklar aniqlansa to'liq davolash kurslari olib boriladi. Klinikada statsionar davolanish imkoniyati hamda laboratoriya tekshiruvlari mavjud. Gipokrat gospital, sog'lig'ingiz garovi. Anzir, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Shifokorlar ko'chasi 4. Hurmatli teletomoshabinlar, xasta bo'lmang ko'rsatuvi davom etadi va biz hozir reklama vaqtida tayyorgarlik ko'rdik. Bizda oq va qora stol mavjud. Demak, qora stolda nima yeyish kerak emas va oq stolga ko'proq e'tiborimizni ko'rsatamiz, bildiramiz. Marhamat. Nigor oqa, ming bor uzr so'raymiz. Sal produktlarimiz adashib joy-joydan Mayli, hozir mana bu poxodu delo biz etib tushuntirib ketaveramiz. O'zi ham hayron bo'ldim. Men yaxshi ko'radigan narsalar oq stolda bo'lib qolganiga. Demak, qabziyat bo'lmasligi uchun nimalarga e'tibor beramiz? Marhamat. Endi eng avvalambor, hurmatli teletomoshabinlar, agarda siz to'g'ri ovqatlanish rejimiga rioya qilaman desangiz, albatta ertalab turgan holatda birinchi navbatda to'pli suv ichish esingizdan chiqmasin. Demak, iliq suv ichamiz. Shuni aytib o'tish zarurki, oshqozon ichak traktining eng aktiv ishlaydigan vaqti bu ertalab bomdoddan keyin bo'ladi. Mana. Demak, uyg'ondik, ertalab tong sahar uyg'onganingizdan keyin albatta yuzimizni yuvdik va suv ichdik. Albatta bir chashka горячий choy yoki suv yoki men endi o'zimni kanalimda ko'proq targ'ib etadigan narsa bu arpa bodyonni urug'i bilan ozgina ukrop urug'ini aralashtirgan holatda damlab ichsa, o'sha kofeni o'rniga, masalan, choyni o'rniga bemorni aktivlashtiradi. Uyg'otadi, organizm uyg'otadi. Va o'shandan keyin albatta insonlar o'rganishi kerak hojatxonaga borishga. Hojatxonaga borishga. Demak, hojatxonaga boradigan asosiy vaqtimiz u 5-6, maksimum 7 gacha. Endi 11 gacha uxlaydigan, 10 gacha, 12 gacha uxlaydigan insonlar bular doimiy qabziyat bilan kasal etib qo'yadi. Unaqa demang, men kasal bo'lmayman. Men 10 gacha uxlayman. Demak, iloji bo'lsa ichak ishlaydigan vaqtga ulgurib turish kerak. Xo'p, keyin nima qilamiz? Endi undan keyin nonushta. Nonushta biz boshqasiga, masalan, Nilufar Mansurjarni ayting, qanaqa kruppalardan biz ishlatsak bo'ladi? Demak, juda ham foydali овсяная kruppa deymiz. Овсяная, manная, perlovkalar ertalabga juda yaxshi. Sutga qilib yesa ham bo'ladi, lekin suvga qilsa ham foydali. Oddiy suvga qilib. Ko'pchilik bemaza bo'ladi suvga deb ko'p ishlatadi, lekin bu ham noto'g'ri lekin. Chunki laktuloza bor-da sutda. Qorinni dam qilib shirib yuboradi. Ko'pchilik demak, kimga sut to'g'ri kelsa, sut bilan, kimga to'g'ri kelmasa, bemalol suvda ozgina sariyog' qo'shib yuborgan holda juda ham mazali kashi bo'ladi. Parvinchka, siz yeyapsizmi shunday bo'tqalarni, kashalarni? Yeyapman, o'z vaqtida aytgan rejimlar asosida ovqatlanib ketyapman. Yaxshi.
Demak, va hozir mana bu yerda turshak ko'ryapman, chunki ota bobolarimizdan qolgan qabziyatga uchradingmi, demak, turshak ye deyishgan. Bu haqda ham gapirib o'tishingiz mumkin. Turshakni ayniqsa damlamasi ham juda foydali. Mana bemorlarga ko'p tavsiya qilaman. Kelganda turshakni kompot qilib, svejiy uyda shakar qo'shmagan holatda damlab ichsa, juda ham ichda yaxshi yurgizadi. Uzum Mevalar endi aytilgandek, ovqat bilan birga emas, перекусga. ovqatdan oldin yoki o'rtada. O'rtada yeyish kerak. Sabzavot обязательно, tam ko'katlar juda foydali. Mana grechka qo'yilgan, bu yerda menga o'tib ketib qolibdi. Baboylar ham foydali lekin. Demak, hozir adashib ketdik. Me'yorida, xo'p. O'z me'yorida bular ham ichakda harakatini tezlashtiradi. Endi me'yordan ortib ketsa, dam qiladi, albatta, meteorizm kuchaytiradi. Endi baboylarda mana bu bizada nima deydi bularni? Qanaqadir dukkaklilar. Dukkaklikda eng ko'p oqsil saqlaydigan mahsulotlardan bittasi dukkakliklar hisoblanadi. O'simliklarda. Mana shu dukkakliklarda kerak bo'lsa, biz ichadigan ko'pchilik belkoviy parashoklarimiz bor, bilasiz-a? Bular mol go'shtidan olinmaydi. Mana shu dukkakliklardan, masalan, tabiiy o'simliklardan olinadigan oqsillar hisoblanadi. Va bular kletchatkaga boy. Одновременно ham kletchatkasi bor, ham oqsili bor. Demak, qora stolga e'tibor bermaymiz, adashib o'tib ketibdi. Shu haqda ham aytib o'tdik. Oling oq stolimizga. Lekin men yaxshi ko'rgan mahsulotlar bor ekan. Kolbasani yaxshi ko'raman, tuzlamalarni yaxshi ko'raman. Demak, mumkin emasmi? Zararli. Endi Digoraxon shuni aytib o'tish kerakki, biza masalan hozir bu yerda imенно iloji bo'lsa buni yopib borish kerak. Umuman mumkin emas u narsalar. Ya'ni antireklama deyishmasin. Gazli ichimliklar. Gazli ichimliklarga men aytmoqchi bo'lgan narsa, hurmatli teletomoshabinlar, juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar kimda kim oshqozon ichak traktida muammolar bo'ladigan bo'lsa, gazi qo'shilmagan sharbatlar ichsa bo'ladi. Lekin gazli ichimliklar ichish bu oshqozon ichak tizimida, hazm qilish tizimida umuman katta o'zgarishlarga, buzilishlarga olib keladi. Qatiq ko'ryapmanmi? Da, albatta. Qatiq bu juda ham kislomolочный produkt. Mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin. Bering oq stolga. Demak, bu qatiqda shunaqa tarkibida shunaqa probiotiklar bo'ladiki, lactobacterium, bifidobacterium va oxirgi kunlarda hozir juda ham ommabop bo'layotgan lactobacterium rotary degan narsa bor. Uni hozir O'zbekistonda deyarli hech kim eshitmagan bo'lsa kerak, ko'p gastroenterologlar, lekin lactobacterium rotary bu odamni nastroyeniyasiga, ichaklarning ishlashiga juda ham kuchli ta'sir qiladigan. Demak, qatiq ichsak, kayfiyatimiz yaxshilanadi. Da. Lekin bizani hozir bu probiotik bormi bizani qatig'imizda yo'qmi, bu noma'lum. Endi tekshiruvlar o'tkazilyapti. Tekshirish kerak. Lekin rotary probiotik lactobacterium rotaryni shunaqa asosiy bir anaqasi borki, bu estrogen moddalarini ishlab chiqarishga. Demak, biz ayollarga bu kerak. Ne to'lqa ayollarga. Endi ayollarga ko'proq. Tak, estrogenning shunaqa effekti borki, bu amalajuющий effekt hisoblanadi. Bilamiz. Bu masalan o'shaning uchun ne to'lqa ayollarga ta'sir, balkim erkaklarga ham ta'sir qiladi. Xo'p. Demak, mavzuga qaytamiz. Mumkin emaslarni aytdik. Mana shirinliklar, gazli suvlar, yog' ko'ryapmiz. Bu joyda biz gamburger, hot dog va sosiska boshqa narsalarni olib kelganimiz yo'q, lekin aksariyat o'sha fast food yeydigan bemorlarimiz, odamlarimiz, ayniqsa hozir bolalarimiz nimaga o'rganyapti? Nimaga? Chipsi. Kartoshka free. Yeganmiding oldin kartoshka free? Ko'p yerdimiding? Gazli ichimliklar icharmiding ko'p? Hozir ichyapsizmi, ichmayapsizmi? Yo'q, hozir ichmayapman. Qattiq turadi. Ehtiyot bo'ling. Demak, mana shu narsalarga biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Nimadir yoddan chiqqan bo'lsa, marhamat, hali vaqtimiz bor. Bir necha daqiqa. Bu yerda hozir hamma produkti yo'q, albatta, lekin e'tibor qilamiz uglevod tarkibida uglevod ko'p bo'lgan mahsulotni kamaytirishga. Shu oqsilni ko'paytirish kerak, kletchatkani ko'paytirish kerak. Uglevod ichni qotiradi. Demak, yeyotgan mahsulotlarimizga e'tiborli bo'lamiz, harakatni ko'paytiramiz. Menimcha, musiqa ostida raqsga tushishni yoqtirmaydigan insonlar juda ham kam. Bemalol raqsga tushib, foydali mahsulotlarni iste'mol qilsangiz, qabziyatdan
yiroq bo'lasiz. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib kelibdi. Birpasda suhbatimiz juda ham qizg'in bo'ldi va eng asosiysi, hatto o'zim ham yangiliklar eshitdim. Buning uchun sizdan va butun jamoadan minnatdorman. O'ylaymanki, agarda o'zlarida mana shunday noxush hissiyot, qabziyatni his qiladigan insonlar bo'lsa, albatta sizning huzuringizga borib shifo topishadi. Marhamat. Katta rahmat. Rahmat. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.